qarang. Bu aytganlik dilbayori dasbakor bo'lsin. Men ishxonaga kelib turib, o'zi bu qonunchilik oldindan bor edi, sal bu indamayotgandik biz. Xuddi ekan ko'chada remen taqib yursangiz, gayda hadi to'xtatmaydi-ku, to'g'rimi? Lekin taqmasangiz javobgarlik tortib ketasiz. Xuddi shunga o'xshab turib, aslida O'zbekiston Respublikasi hududida diniy materiallarni tarqatishingiz uchun din ishlari bo'yicha qo'mitaning xulosasini olishingiz kerak. Lekin biz indamayapmiz. Instagramingizga, Telegramingizga yoki qanday o'sha gruppasiga turli xil domlalarning mavzusini tashlayapsiz, Shayx Hazratning mavzusini tashlaysiz, Rahmatilla Termizni ham tashlaysiz. Aslida diniy qo'mitaning ijobiy xulosasini olmasdan turib tashlashga hech kim haqqi yo'q. Qani diniy erkinlik desangiz, davlat aytayotganki, rasmiy ahli ilmlar bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdagi diniy bo'shlig'ini Muslim o'zidan, Islom o'zidan, rasmiy imomlardan o'zing o'rgan, o'zing o'qi, o'zing podpischik bo'l o'sha kanalga, lekin u kanalning ichidagi narsalarni olib turib tashlama. O'zingni vijdon erkinligini, mana bu yerdagi bo'shlikni to'ldirishingga men sharoitlar beraman, lekin tashlama birovga deyapti davlat. Tushunarli-a? Rasmiy mavzularni ham tashlamaydi. Instagramga, Telegramga qo'ymaydi, u tarqatishga tushadi. Tushunarli-a? Agar uni orasida diniy ta'qidlangan aqidaparast ekstremistik yoki norasmiylari, nurchilarniki, akvomiylarniki chiqib qoladigan bo'lsa, muammo bo'ladi boshingizga. Juma tabriklari ham xuddi mana shunaqa. Juma tabrik umuman tashlamaydi. Iltimos, juma tabrik tashlamaydi. O'sha bizni charchadik. Har 10 ta fuqarodan bittasi juma tabrik bilan kelyapti, bizning oldimizga. Biz ham boshqa ishimiz yo'qmi? Juma tabrik tashlamaydi. Juma tabrik tashlamasangiz ham kuningiz o'tadi-yu. Shu Abdurahmon aka juma tabrik tashlamasangiz ham bilalar-yu juma kuni ekanligini. Juma tabrik tashlash yaqindan paydo bo'ldi. Umuman tashlamaydi. Tashlagingiz kelsa navodo, qo'lda yozing, uni knopkada yozing, harflab yozing yoki ovozli tashlang. Kanalidan olib umuman tashlamaydi. Tushunarli-a? Rasmiysini ham hattoki tashlash mumkin emas. O'zingiz eshitsangiz bo'ladi. Keyingisi, oxirgi masala, qaranglar. Endi akalarimizga ham farqli bir masalani yetib ketmoqchiman. Bu yerda erkaklarimiz ham bor, ayollarimiz ham bor. Bizda juma masalasi. Qaranglar, ish payti, ish soatida diniy amal bajarib turib chiqib ketishlik, jumaga ketishlik qonundan mumkin emas. Men shariatdan aytmayman, qonundan mumkin emas o'rni. Akalar, men bu Hindistonlik talaba deganimda mana shu narsa bo'ldiki, bu sal chararoq olib ketib qoldi. Ayollarimiz ham shu tasbehni rasmga oldi, ro'molni rasmga oldi. Ish soatimda qildi, o'sha xonaga bordimda eshik ochyapti-da videosida. Yopiq, juma kuni soat mana ish payti ish joyida yo'q, diniy amal bajarish ketgan degandagi kompromant deydi-ku, narsani yig'gan. Masala nima bo'ldiki, "Davay, menga ham ruxsat bersa, men ham ibodatim qilishim uchun mana bu narsani qilishim kerak." 3 mingta bizni talabalar shu o'qiyaptimi? 3 mingta kirishadigan